Assalomu alaykum pazarg'omliklar. Hozir biza o'sha mashhur Foziljon akamizni uchratib qoldik. Biz Atqam shifo klinikasiga tashrif buyurgandik. Akamiz o'zi ham davolanar ekan. Hozir bu akamiz ko'pchilik bilmasligi mumkin. Tepaga videolarini qo'yib qo'ydim. O'sha mashhur Danlagirdagi samolyotni olib chiqqan akamiz bo'ladi. Shu yerda pasiyant davolanaman. O'zi oyog'ida menda ko'ks artroz deyilgan, meditsina tomonlama, hatta suyak yemirilish deydi. Mana ancha davolandim, xudoga shukr, yaxshi. Natijasi. Odamlarga qanday tavsiya berasiz? Odamlarga kelingizlar, mana natijasini o'zlaringiz ko'rasizlar. Kommentariyada fikr qoldiringizlar. Davolanib ko'rgan odam biladi. Bu yerda yana nimasi qulayliklariga men besh ketdim. Yangi MRT ketdi, zamonaviy texnologiya. Organizmingizda shu qanaqa kasallik, qayerda nima bo'lyapti, hammasini chiqarib berar ekan. Men qo'yil qoldim, lekin Samarqandda nechta MRTga tushgan bo'lsam, bularnikidaqa chiqarib bergan emas menga. Hamma texnologiyasi zamonaviy ekan. Men shunga besh ketdim degan gap yo'q. Yana bir plus tomoni, grijangiz bo'ladigan bo'lsa, og'riqsiz, operatsiyalarsiz, dori-darmonlarsiz ham davolashadi. Atqam shifoga bemalol tashrif buyursangiz bo'laveradi. Manzilni sizlarga tushuntirib o'taman. Juma tarafdan kelishda, Darxondan ko'tarilganingizda chap tarafda, Samarqand tarafdan kelishda esa zapravka bor. Charxi-Perezdan o'tganingizda o'ng tomonda mana shunaqa Atqam shifo klinikasi. Barchangizni Atqam shifo klinikasiga taklif qilamiz.